Soliqqa oid huquqbuzarliklar uchun javobgarlik kuchaytirilganini bilasizmi? Jinoyat kodeksining 184-moddasiga ko'ra, foyda, daromadni yoki soliq solinadigan boshqa obyektlarni qasddan yashirish, kamaytirib ko'rsatish, shuningdek, soliqlar va yig'imlarni to'lashdan qasddan bo'yin tovlash jinoyat hisoblanadi. Agar ushbu qilmish takroran yoki ko'p miqdorida sodir etilsa, bazaviy hisoblash miqdorini 150 dan 300 baravarigacha jarima yoki 2 yildan 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoxud 1 yildan 3 yilgacha ozodlikni cheklash, ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Agar juda ko'p miqdorda sodir etilsa, bazaviy hisoblash miqdorining 300 baravaridan 600 baravarigacha jarima yoki 3 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoki ozodlikdan mahrum qilish jazosi qo'llaniladi. Muhim jihati, agar yashirin yoki kamaytirib ko'rsatish daromad bo'yicha barcha soliq va yig'imlarni to'liq to'lansa, ozodlikdan mahrum qilish yoki cheklash jazosi qo'llanilmaydi. Yana bir yengillik, agar shaxs birinchi marta shunday jinoyat sodir etgan bo'lsa, soliq organida xabar olganidan keyin 30 kun ichida barcha soliqlar, penya zararni to'liq qoplasa, u javobgarlikdan ozod etiladi. Soliqlarni o'z vaqtida va to'g'ri to'lash qonunga rioya qilishning eng muhim shartlaridan biri hisoblanadi.